katta yosh qizlar qolmayapti. Hozir qizlar yigit ekan qo'padi, hozir bolalar qo'yyapti. Chunki qizlar betarbiya. Ota-onasi chatadi qizlarni, to'g'rimi o'rtamana? Chunki jichi urush bo'lsa qaynota kelyapti qiz tomon kuyov bilan urushgani. Oldin bizni paytimizda qaynatalar dadamizning uyiga arazlab borsak urib borib qo'yardi-da qaytarib. Hozir ular bo'lmayapti. Ikkita bolani Turkiyaga, Dubayga ketyapti ishlagani. Kuyov alimentga beryapti. Siz baylanyapti kuyovlar. Shuning uchun balkim qo'rqyapti yaxshi qizlar ekan. Rostdan qo'shilaman. Prosta chiroyli yaxshi qiz bo'lsa shu uylanish kerak. Ko'p prosta bolalar yomon bo'lib ketyapti. Yaxshi qizlar kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bu yerda bolalarni yomonlashmas, endi bolalar deb aytmasak. Hozir yaxshi qizlar ko'p, prosta yaxshi bolalar qolmayapti xolos. Mana masalan men Bugun to'yda 27 yoshli qizcha bilan gaplashib qoldim. Aka dedi, internet, Instagramga ishonish kerak emasligi, hammasi yolg'on, safsata gaplar ekan deydi. Men ham shu internet orqali hayotdan yo'limdan adashdim deyapti. Nima bo'ldi desam, erim 1,5 yoshli o'g'lim bor edi, bitta nomard erkakning gaplariga ishondim deb o'zim ikkinchi xotin qilib olaman, karyera qilasan, mashina, uy-joy olib beraman dedi. Natijada bolam bilan erimni tashladim, uydan chiqib ketdim dedi. Keyinchi desam, ota-onam natijada olib qo'ydi, men hech kimim qolmadi dedi. Haligi nomard erkakning qo'lida 15-20 kuncha qo'g'irchoq bo'ldim, keyin ko'chada bitta jahonchaga aylandim dedi. Keyinchi dedim, shunaqa kasal yuqtirdim, hozirgi kunda men o'limimni kutyapman dedi. Boshqa natija, men o'limdan qo'rqmayman dedi. Qo'rqadigan narsam ertaga egasi yo'li qabristoniga qo'yilaman, tepamga hech kim kelmaydi, chunki hech kimim yo'q. Hayotda eng kerakli bo'lgan, yaxshi ko'rgan insonim erimmi, farzandim, ota-onam mana shu kecha bo'ldi, orqamga yo'l yo'q dedi. Shuning uchun internetlarga ishonish kerak emas ekan deyapti. Eng qizig'i Alloh deyapti, sizga bitta odamni oldingizga juft qilib jo'natdimi deydi. Allohning rejasida xatolik yo'q. Xatoni inson o'zining qo'li bilan yaratadi. O'sha xatosiga keyinchalik afsuslanadi. Men juda ham qattiq afsuslanyapman, lekin foydasi yo'q deyapti. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? O'rtoqlar, mana shu videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar.